آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. G'arbda, Yevropada erkinlik degani dindan qutuldik degani. Shuning uchun hozir ulardagi erkinlik tamoyilini musulmonlar o'zlariga olib kelib, hadeb erkinlikka gapiraverishi bu to'g'ri emas. U bizga yot narsa. Islom diniga yot narsa. Islom dinida nima asos? Ularda mana asos usuli salasasini bittasi erkinlik ekan. Bizda nima? Islomda Alloh taolo nima dedi? Baqara surasida ya ayyuhannasu ubudu robbakum. Ey insonlar, Robbingizga bandalik qilinglar. Yoki va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jinlar va insonlarni faqatgina menga bandalik qilish uchun yaratdim. Bizda asl erkinlik emas, bizda asl bandalik. Biz insonni o'zini mustaqil bir erkin mavjudot deb ko'rmaymiz. Biz insonlar hammasini banda deb ko'ramiz. Allohning bandasi deb ko'ramiz. Allohning maxluqi deb ko'ramiz. Ular bo'lsa mustaqil bir o'zini o'zi yaratib olgan, xudosiz o'zi bir yaralib qolgan bir narsa deb biladi. Mana shu erkinlikning natijasida shu narsa kelib chiqadiki, har bir inson o'zi alohida bo'lib qoladi. Chunki birov bilan yaqin bo'lsangiz, u sizning ishingizga aralashishiga to'g'ri keladi va bu narsa uni erkinligiga xalal yetkazadi. Chunki ozod bo'lishi uchun sizning aloqalaringiz kamayaverishi kerak. Ya'ni ular qoidasini, falsafasi shu. Chunki aloqa ko'paygan sari shu aloqalar sizni cheklaveradi. Bu sizning ozodligingizni kamaytirib boradi. Buni ham masalan kasal bo'lsa ziyorat qilishingiz kerak yoki yordam berishingiz kerak ma'lum holatlarda. Uni rioya qilish, xohlagan ishingizni qilamiz. Shuning uchun qarindoshchi ham ko'p bo'lishi erkinlikka xilof narsa. Faraz qiling, uyingizda jiyanlaringiz ham bor, ota-onangiz bor, qarindoshlar bor, boshqa aka-ukalar, ular oilasi bilan katta bir hovlida yashayapsiz. Bunaqa yashaydigan odam uyiga fohishani olib kelishi mumkinmi emas? Olib kela olmaydi. Imkon yo'q. Yoki boshqa bir gunoh qilishi mumkinmi? Qila olmaydi. Bu yoqda jiyani chiqib qoladi, bu yoqda buni chiqib qoladi. Imkoni yo'q. Islomiy jamiyat shunaqa jamiyatki, gunohni qilish qiyinlashib ketaveradi islomiy jamiyat. Kufriy jamiyatda gunoh qilmasangiz yashay olmaysiz. Kufriy jamiyat bilan islomiy jamiyat farqi shu. Masalan, hozir biz yashab turgan sharoitda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor. Aytdiki, o'sha keyinchalik ribo shunchalik tarqaladiki, ribo ya'ni sudxo'rlikka o'zidan qutulgan odam ham hatto sudxo'rlikka changidan qutula olmaydi. Hammaga changi yetadi. Hozir biz masalan ishlatayotgan narsalar, mana shu olgan, kiyib yurgan narsalar hammasini ishlab chiqaradigan korxonalar. Shu korxonalar ishlashi uchun bankda hisob raqami bo'lishi kerak. Bankda hisob raqami bo'lmasa ishlab chiqara olmaydi. Bank bilan ishladimi, ribo bor. Ribo aralashgan deydi. Mana bu riboni changi bizning ustimizda, bizning hayotimiz. Ya'ni kufriy jamiyatda yashagandan keyin bu gunoh qilmasdan iloji qolmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdiki, mushriklarning ichida yashagan mo'mindan men bezorman, bariman. Amantu annal akhirah la budda yawman atiyah kullul khalaiq hadirah kullu as-sarair badiyah.